Hozirgi kunda yosh kelinlarimiz orasida eng ko'p uchraydigan kasallik bu polikistoz kasalligi. Juda ham ko'pchilikda avj olgan. Aynan shu sabab ham homilador bo'lish kechikib boryapti. Buni asl sababi nima? Buni asl sababi insulin rezistentlik holatidan keyin polikistoz kelib chiqadi. Ya'ni o'sha insuliningiz oshgani hisobiga insulin nimaga oshib ketadi? Albatta bu nosog'lom turmush tarzi, nosog'lom ovqatlanish, balki uyqu yaxshi emasligi, kam suv ichilish, ovqatlanish sifati yaxshi bo'lmaganligi bo'lishi mumkin. Juda ham ko'p sabablari bor albatta. Yoki haddan tashqari ko'p perikus qilinish natijasida ham aynan polikistoz bo'lib kelyapti hozirgi yosh kelinlarimizda. Bitta tanishim menga murojaat qildilar. Xurshidaxon, singlimda shunaqa polikistoz aniqlandi. Nima qilsam bo'ladi dedilar. Men aytdim, singlingizni ayting, menga murojaat qilsinlar. Men ular bilan ishlayman. Polikistozni davolash uchun, ya'ni o'sha insulinni pasaytirish uchun faqatgina uni dieta bilan davolasa bo'ladi. Uni dori darmonlari bo'lishi mumkin, vaqtincha bo'lishi mumkin, balki ta'sir qilmasligi ham mumkin dedim. Menga murojaat qilsinlar dedim. Keyin shu bilan ancha yo'l bo'lib ketdilar va orada bir 5 oy o'tdi adashmasam. 5 oydan keyin yana u tanishim bilan ko'rishib qoldim. Nima bo'ldi? Singlingizda homilador bo'ldilarmi? Menga murojaat qilmadilar desam, yo'q, hali homilador bo'lmadi. Men aytdim, dieta qilishing kerak ekan desam, dieta shart emas, mashq qilaman deb faqatgina zalga chiqayotgan ekan dedilar-da. Men aytdim, agar 5 oy oldin harakat qilinganda edi, balki Xudoning mo'jizasi bo'lib, hozirgacha homilador bo'lishlari mumkin edi. Chunki aynan insonning ozishi, gormonlari to'g'ri bo'lishi ham asosan mashqqa bog'liq emas, mashqqa katta bog'liq emas. Asosan yeydigan ovqatlariga bog'liq bo'ladi. Insonni semirishini ham asl sababi 80% ovqatlanish, 20% mashqqa bog'liq bo'ladi. Shu sabab agar sizda yoki yaqinlaringizda polikistoz kasalligiga tashxis qo'yilgan bo'lsa, albatta bunaqa holatlarda dietologga murojaat qilib, dietolog bilan ishlashinglarni tavsiya qilaman. Shunda vaqtinglarni ham yo'qotmaysizlar. O'z vaqtida normada ozib borasizlar va hamma lecheniyalar o'sha ginekolog tomonidan olinayotgan lecheniyalar juda ham yaxshi ta'sir qilishni boshlaydi.